Assalamu alaikum savoqdoshlar. Hamma salom. Yaxshi ko'raman. Alloh kunlaringizni salomat yaxshi qilsin. Ovozim chiqyaptimi savoqdoshlar? Unda olsa darsimizni boshlashdan oldida biz bir qisqagina yo'qlama qilib olaylik. Abdulaziz Izdan, Abdurrazzaq, Abdusalom Xalil, Adilzirek, Mutallib Musa, Musajan Hasan, Abida, Aisha Islom, Amina Muhammad Amin, Dilnur, Havanisa, Xurshida, Mehribon, Nuriman, Raziya Muhammad, Reyhangul, Safiya, Sarunaz, Surayya, Suzuk, Zuhra, Zuliman To'xti, Taslima, Amina, Malika, Aliyemin, Musfira To'xti, Salman, Alijan, Karima, Ro'shangul, Omangul. Unda bo'lsa darsimizni boshlaylik. Biz bugun biroz kechikib qoldik. Shu namoz bag'an siri keyingi surilyapti savoqdoshlar. Shu munosabat bilan kechikyapmiz. Ahvolga qarab sizlarning agar fikringiz birlik kelarsa, vaqtning suzulishiga qarab biz shamning oldiga o'tkazib olsak bo'ldi. Mana tamoman vaqtim bor. Masalan, 6:30 dan 8gacha yoki 6 dan 8gacha degandek sham vaqti 8ga to'g'ri ilgarilayotdi emasmi? Shunga qarab biroz tushirsak bo'ldi ma'lum vaqtdan keyin. Boshqa masalani biroz kechikkanimni to'g'ri tushunolman. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala amma ba'du. Hurmatli savoqdoshlar, biz bugun manahij tafsir mazmundagi darsga keldik. Oldingi soatlik darsimizda biz avval asalib tafsir deb ya'ni tafsirninki uslub shakllari haqida to'xtalgan. Masalan, tafsirni uslub jihatda tafsir tahlili, tafsir ijmoli, tafsir muqarin, tafsir mavduiy shaklda bo'lgan to'rt uslubga. Undan keyin tafsir qilgan tafsirida tayinish jihatda, manba jihatda nechiga bilanganda, ikkiga bilanganda turuq tafsirda bu ikkisiniki birisi tafsir bil ma'thur, ya'ni birisi tafsir bir ra'y, ya'ni bil ijtihad. Buni tugatgan to'q. Endi bugungi darsimizda oldingi darsimizning davomi, ya'ni biz manahij tafsirda tafsir metodi tafsir, ya'ni tafsir yozilgan vaqtida beshiga 4 uslub bo'lsa, ma'u tafsir metodi. Ya'ni ba'zida ancha-muncha kirishi mumkin, birisidan olishib qolishi mumkin, ammo farqlanadi. Masalan, biz tafsir metodininki birinchisida tafsir bil ma'surni, tafsir metodining birinchisida buning tafsiriy ahvolini so'zladik. Bugungi darsimizda shu tafsir metodlarining, tafsir manhajlarininki ikkinchisi bo'lgan manhaj tafsir al-fiqhi, ya'ni fiqhiy tafsirininki metodi haqida to'xtalamiz. Fiqhiy tafsir degandan keyin mush ismga qarablam sizlar tafsirininki, bu xil tafsirininki xarakterining qanday ekanligini menga tushundinglar. Ya'ni tafsir, ammo mufassirning barliq g'imi tafsirdan fiqhiy hukmni chiqarish. Boshqa so'zlar alohida chatlig'i yo'q. Fiqhga munosabatli karb bo'lib qolsa, uni hukmini biladi. Bo'lmaganida asosan boshqasini qo'yib, Qur'ondan elinadigan ahkam mazmunlariga ko'ngil bilish asos qilingan. Shu o'zining metodi qilib mangan mufassir tafsirini, shuni o'zining metodi qilib mangan tafsirini biz manhaj at-tafsir al-fiqhi deb ataymiz buni savoqdoshlar. Buna tafsirinden ayet ki inşallah türümüz dersine varızda. Abdur bunu düşündürüp bizge davet oldu.
Allah subhanahu ve taala bu Qur'oni Karimni büyük hikmetler üçün tushirgan bo'lib, bu hikmetlarninki baş ahirisi, g'oyatuha va nihoyatuha degan hisobda hammani xulosalsak, nishoni ikki. Birisi aqidani tuzash, yana birisi ish harakatni tuzash. Aqida ishkiri dunyodan tuzalsa, ko'z qarash, fikr nuqtalaridan tuzalsa, ma ish faoliyat, uni qilsang to'g'ri, buni qilsang xato, an av halol, ma harom, ma'nu hukmi farz, ma'nu hukmi vojib, ma'nu hukmi mustahab degan nuqtalardan tuziladi. Buning birinchisi, bu ikki Qur'onning asosiy ikki vazifasidan birinchisi ne aqida oyatlari qanday qiladi, ado qiladi. Qomat degan gap shuni barliqqa keltiradi, ado qiladi degan ma'noda. Va buni sog'lom bo'lgan prinsiplar asosida qurib aqida oyatlari qurib chiqadi. Bu sog'lom prinsipning asosi bo'lsa iymonning arkoni. Biz bu haqda to'xtalmaymiz. Bugungi tafsir metodininki asosliq nimasi temisi aqida emas, balki suluk. Yani bendelerninki, musulmonlarninki amaliy yashash jarayonidagi ish harakatini zabt qiladigan qoidalar. Buni biz islom shariat atalg'usida fiqh deb ataymiz. Shu asosliqi bugungi darsimizningki temisi. Ama ikkinchisi degan shu. Ikkinchisi buningga ahkam oyatlari Allah bendeleriga tanlagan yo'l bo'yicha taklif qilingan bo'lib, agar ular undan boshqa ishni qilib qolsa, yo'ldan chiqib azgan bo'ladi, unning boshqasi bilan hukm qilib qolsa, kafir bo'lgan bo'ladi. Mana shu shaklda, ya'ni buni bir majburiyat sifatida demakchi. Bizga ahkam oyatlari shaklda Alloh subhanahu va taolo oldimizga qo'yib berdi bu oyatlarni. Ana mushi ikki asos, ruknlarning ikki asos ko'p, jul degan gap ko'p degan gap. Yoki agar xohlasangiz desangiz hamma oyatlar Qur'onning hamma oyatlari desangiz bo'ladi, mushlarni egallagan. Ya'ni Qur'onning butun oyatlarini aqtasanglar, mayli qanday bo'lib kelsin, butun oyatlarini aqtasanglar, yo aqida bo'lib chiqadi, yoki fiqh bo'lib chiqadi. Undan boshqa narsa yo'q demakchi. Ama bu ikkisidan boshqa, masalan, qissa oyatlari, masala, va'd va va'idlar hammasi yanala, buning hammasi bir aqidani isbotlash yoki bir ish harakatini ruslashdan chiqib ketolmaydi. Ya'ni Qur'ondagi har narsa, mayli bir payg'ambarning qissasini so'zlasin yoki o'tmishdagi ummatning qissasini so'zlasin, nima so'zlasin, ya aqidanga munosabatlik bo'lib chiqadi, yoki bir ish harakatinga uni qilsang to'g'ri, buni qilsang xato, aning hukmi farz, ma'ning hukmi mustahab, mushu nuqtadan sirtiga chiqib ketolmaydi. Ya'ni xulosalaganda, fahuvadagi fa, xulosalaganda Qur'on mush ikki rukni doirasiga kirgan, bu daxil bo'lib, bu ikki asosdan hech qanday ahvolda chiqib ketmaydi. Ma la yakhruju anhuma bihalin min al-ahwal degan gapni, bihal min al-ahwal degan gapni hech qanday ahvol ostida deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Va la shakka aniqki Qur'on naslarininki ifodasi, Qur'on naslarining ifodasi ko'pincha ahvollarda hukmni keng ko'lamli o'lchagan shaklda o'rtaga chiqmaydi. Ya'ni demakchi o'g'li shu. Qur'onni shunday olsak, Qur'onni o'qigan odamning hammasi Qur'ondan shar'iy hukmlarni shaqqida suzib ololmaydi. Navbatdagi davlatning qonuniga o'xshash, manchinchi moddada paloni qonuni va munchinchi moddada pukuni qonuni va deb hech kim aqllanmaydi. Bu bir ahvol. Yana shundaqla ikkinchi ahvol bo'lsa, bu oyatlar, Qur'on naslari ba'zi ahvollarda ahkomlarga keskin shaklda dalolat qilmaydigini, mana ehtimollik, zanniy shaklda ifodasi bor. Mushu nuqtalardan Qur'onga xalqan odam kaplan yoki bir arabdan birisi yoki arab tilini o'rgangan odamdan birisi Qur'onni qo'lga oliblan bir hukmni olalag'ay yoki bir hukmni xulosalab chiqara olg'uday, agar uningda ma'lum salohiyat hozirlanmasa, unda ish yo'q.
Çünkü Kur'an'dan orunlaştırılıyor. Şunu orunlaştırılıyor. Allah tarafından şuna düşken. Çünkü onun fıkhıdın başka mı? Nurgun ezipsi oğa çıka tam öteydi hemmini. Ondan başka, Kur'an'dan başka bizim yeni bir kanunumuz var o. Kur'an'ın ki keyin dilam turduğun hadis. Bunu kısırıp öteydi. Şundakla Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadisleri mi? Resulullah'tan bizge ispatlanıp gelişte bir derecede emez. Belki sehiylik ve daiflikning arasında ular qanaqlanadi, farqlanadi. Yani bazısı sehiy, mutawatirdan to'liroq, undan to'liroq mush darajada hatta zaiflari, hatta mavdu al-islami oldimizda bor. Endi Qur'on oyatlarininki, Qur'on naslarininki dalolatlaridagi ve hadislarninki ba'zining isbotlanishdagi farqlardagi bu ixtiloflar yüzünden boya bir farq chiqdi hisobda Qur'onga berib ham hukm qilolmaydigan bo'lib qoldi. Hadislarning ba'zida sahih, ba'zida zaif ayirish to'g'ri bo'lib qoldi. Ondan keyin Qur'on bilan hadisning o'rtasidagi mustahkam aloqaning yüzünden yuqorqida ixtilof bo'lganlik, bunda farq bo'lganlik va bunda aloqa bo'lganlikdir. Mushu sabablarning hammasi tufaylidan bu yerdagi soha ko'p hollarda ijtihod sohasi, kallışıldıgan sahası ve hüküm yekunlaydigan saha bo'lib qoldi. Demek çoğunu şu ki, bir adam Arab bo'lib qolganlik bilan Qur'onga qarab, hadis qarab hüküm alamaydigan bir o'rtam bor. Ortada. Bir adam Arab tilini o'rgangan bilan Qur'onga qarab fiqh hüküm alamaydigan bir vaziyat var. Ma'u hadis, ma'u ayet ikkisini akatlan birlashtirib bir hüküm alamaydigan bir vaziyat var. Oldumuzdaki vaziyet şu. Ondan keyin bir adamning Qur'ondan bir muvafiq sağlam bo'lgan bir hukm elishi, oyat hadislarni maslashtirib turib, buningga zehn ishlatish to'g'ri keladi ekan, ijtihod qilish to'g'ri keladi ekan, nurg'un ma'lumot sohibi bo'lish to'g'ri keladi. Ondan keyin bu bir oddiy soha emas, bir ilmiy bir kuchtalab qiladigan bir soha bo'ldi hisob bu. Onu del muşu bel semmihi fiqhini bu madalam emas belki bunu sen nima atıgan fiqh yedip qana qilgan atıgan. Mana mushuni bilan ilmi fiqh islomning dastlabki vaqtlarida baldur o'rtaga qana qilgan chiqqan ilmi fiqhning paydo bo'lishi. Chunki yana bir gapni takrorlayman savoqdoshlar. Xuddi biz mag'abni bugun davatimiz ya, sahobaning davrida ayni o'xshash. Resulullah dünyadan ketgandan keyin ish sahobaning qo'liga qoldi ya. Sahobalar Resulullah qolgandan keyin Madinada 120 mingga yaqin sahoba bor deyiladi, 114 necha mingda. Shu sahobalarning hammasi akablan Qur'ondan hukm olmaydi hisobda. Hukm olalaydiganlar va ololmaydiganlar va. Hukm erish darajasiga yetganlar va o darajaga yetmaganlar va. Hatto masalan deyli Abu Hurayra radhiyallohu anhu ne bütün ulamalar muhaddis deb e'tirof qiladi. Fiqh jihatda Aisha radhiyallohu anhani asos o'ringa qo'ydi. Masalan, sahobalar o'xshamas. Ibn Abbas radhiyallohu anhuni mutasahil o'ringa qo'yib, Ibn Umar radhiyallohu anhuni mutashaddid o'ringa qo'ydi. Demak, sahobalar o'xshamas bu jihatda. Shunga Abdur asli davodi hatta ve kana sahaba radhiyallohu anhum sahaba radhiyallohu anhumlarmu Qur'on haqida qana qilatdi, tadabbur o'yinlatdi, Qur'onning ahkamlarini yakunlab chiqaratdi. Ba'zida ittifoq kelsa chiqargan hukmlari ba'zida qanday bo'latdi, farqli bo'latdi. Demak, masalan deydi, masalan bir misol olaylik. Eri vafot topgan homildor ayolning iddat haqida ixtilof tushganlik. Men nechqadim deb berdim bu misolni. Bu ayolda ikki holat var. Bir ayol ikki holati var. Birisi tug'di. Yana birisi er vafot topdi. Men ikki holatning birisi bo'lganida masalan ayt oson. Agar er vafot topmay tuqqan bo'lsa, iddati tug'ishlardan tugaydi. Agar bu ayol homildor bo'lmay, tug'may, erila vafot topgan bo'lsa, bu ayolning 4 oy 10 kunda iddati tugaydi. Chunki oyat 2 İrvafat tapkan ayol toğruluk. وَالَّذ۪ينَ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَأَشْهَرٍ ayeti var. Hamildar
yangigan ayol to'g'riliq va ulatul ahmal ajaluhunna yad'na hamlahunna degan oyat bor. Ikki ahvol. Normalda bek birlashib qolmaydi. Ba'zi ayollarning vafot topadi 4 oy 10 kun. Gap yo'q. Bil ittifoq. Ba'zi ayollar tug'di, tug'silam iddat tugaydi, tamam, bil ittifoq. Ammo bir ayolda ikki holat teng gap qoldi. Hem vafot topdi, hem bu ayol homildor tug'di. Bu ayol tuqqanlikni asos qilib turib, iddati chiqdi demdik. Eri vafot topgan asos qilib turib, 4 oy 10 kun asos qilamdik. Sahobalar mushaqni ixtilof qilgan masala. Demek çoğunumuz bunu hükmünü ayıracağız. Ama sahabının oturdu mu ayetlerden ahkamla ilişkiler ihtilaf bağlıqını sizlerle ortaya çıkarmak. Mesela değil. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu, İbn Abbas radıyallahu anhumla ma iki ayetki tang tayangan. İki ayet asas qilib turib, ikkala oyatni kuchga ega qilish kerak deydi bu yerda. Ikki oyatni qanday kuchga ega qilindi desa, ikki vaqtninki eng yiroqroq bo'lgan iddat tutishda. Yani ya tug'ish ya 4 oy 10 kun bo'ladi ya. Masalan deydi bir misol olaylik. Bir ayolninki homildor ekan, eri vafot etdi bo'lsa, qaysi uzun bo'lsa shuni tutadi. Masalan bu ayol 8 oydan ichida ekan, eri vafot etdi, bir oydan keyin tug'ibdi, qanday tutadi desa 4 oy 10 kun. 4 oy 10 kun iddat tutsa, ham tug'silab iddat chiqadi degani mo kuchga ega bo'ladi, ham 4 oy 10 kunmi ham kuchga ega bo'ladi. Ama bir ayol hamilesi bir aylıkken, yoki 2 aylıkken, eri vafot etdi olsa, bu ayol tuqqan deydi chiqadi. Bunda vaqtda 4 oy 10 kun tutuladi, hem tuqqanda iddat chiqadi degan gapni kuchga ega bo'ladi. Ya'ni ikkala oyatni teng kuchga ega qilish uchun qaysi uzun bo'lsa, shuni tutib deb manda ijtihod qildi. Buning ijtihodimi o'z navbatida xato emas. Ammo Ibn Mas'ud, Abi Hurayra, Abu Salama qatorliq sahobalarning deydi desa, bular shunda qaraydi. Bu ayolning iddati tug'silam tugidi deydi. Bugun eri vafot topdi, atsi tug'sa, xolos iddati tugidi. Chunki u taloq oyati. Sur taloqning oyati demakchi, ulatul ahmal ajaluhunna yad'na hamlahunna degan oyat Baqara sur Baqaradagi oyatdan keyin tushgan. Keyin tushgan oyat degan ilgirki oyatni qana qiladi, xoslaydi, yoki bir atalib vaqtida juz'iy mansux qiladi. Juz'iy mansux degani hammasini emas, taqashqa yerini demakchi. Sur Baqara oyati 4 oy 10 kun dedi. Shundami ya? Ma ayol eri vafot etib 3 kundan keyin yengidi. Yengisi iddat chiqadigan oyat kim tushgan bo'lg'achqa, o oyatni mush nuqtada mansux qiladi. Mushda yoki xoslaydi desa kim bo'ladi. Ma şekilde. Bular bunu tayinladı bu bir. Bunun tayinlashdagi bir dalil bu. Bunun ikkinchi dalili vasadallu aydan. Yani bular Subay'atul Aslamiyaning hadisini ham dalil qiladi. Subay'atul Aslamiyada bir ayol vardı. Bunu biz so'zlab o'tdik bu vaqtdagi ixtiloflar o'tgan ayrim so'zimiz hakim bo'ldi. Lekin bu ayol eri vafot etib bilan Rasulullohning qishig'iga borgan. Vafot etib uzun o'tmay yangi bilan Rasululloh to'qqan bo'lsang iddatdan chiqdi, sen to'y qilsang bo'ldi deb to'y qilishga fatvo bergan bir tafsiriy vaqalik va biz buni oldingi darslarda deb o'tdik. Demak, bir misol sanoqlashda sahobaning o'tirdimi oyatlardan fiqhiy hukmni elishdiki, ba'zi farqli tushunchalarning chiqqanligining misoli biz uzluksiz misol ko'ryapmiz sanoqlashlar. Yana bir misol sahobalarning o'tirida masalan Allah'ın tüvendeki ayeti tilg'ilingan 3'ten 1 degan miras haqida ancha-muncha o'xshamagan ko'z qarash paydo bo'lgan. Masalan, oyatning tafsilotimida fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thulus. Vafot topgan odamninki bolasi yo'q. Ammo ota-onasi bor. Ota-onasi bo'lib qolsa, onasi 3'ten 1 degan. Nimaning 3'ten 1'i? Belki pulmanın 3'ten 1 deyişim mümkün. Qaraylı nimenin 3'ten 1'i. Ömer, Osman, İbn Mas'ud, Zeyd ibn Sabit ve Ali radıyallahu anh'ın kelgan ikki rivoyatning asahroqidagi ko'z qarash radıyallahu anhumlar bulardan ve 7 fuqaha 4 imom jumhur ulamolarningki umumyuzlik ko'z qarashi nima desa to'g'riligidek. Bu yerdagi 3'ten 1 degani bütün qilib qolgan mallarga, bütün mallar emas,
qilib qolganning 3dan 1 deydi. Mesela ben tafsiratı bunda. Miras meselesi biraz murakkab bo'lg'achqa tasavvur tushunish mumkin, ammo bu yerdagi maqsad shuki, ixtilof tushganligini bilib olsangiz bo'ladi. Bir miras meselesini birini ishlab boqaylik. Ulab qolgan odamning bir svojima ya er yoki ayol. Qanday olsa bo'ladi, biz ikki misol ishlaymiz. Erga bir, ayolga bir. Bu yerdagi murod qilib qolganning 3dan 1. Qaysi qilib qolganning agar mush ulab qolgan odam bilan er yoki ayol. Er ulab qolibdi, ayol bo'lib qolsa, ayol ulab qolibdi, er qolibdi. Ayol ulab qilib, iri qolgan. Masalan, bir misol olaylik. Deydi, hozir jadvalga qaranglar. Avval jadvalga qaranglar, jadvalga. Biz ma iri ulib ketgan jadvalga qaraylik. Bir er kishi ulab qolibdi. Buning bir ayoli bor, onasi bor, dadasi bor, bolasi yo'q. Mushu ahvolda oyatda onasiga 3dan 1 deydi. Nimaning 3dan 1 desa, butun molning 3dan 1 emas, qilib qolganning 3dan 1. Yoki butun molning 3dan 1. Mushaqdagi ixtilof hozirgi ixtilof. Qaraylik. Odatda mirosda ko'p hollarda mirosni 12 ga yoki 6% bo'yicha ayiradi. Masalan, erlab qolgan vaqtda buning o'zining qoidasi bor, bu yerda men sizlarga tushuntirib qo'ymayman. 12% bo'yicha ayirib baqsak, ya'ni o'lib ketgan odamning pulisini 12 qo'y deb hisoblaymiz, chunki 12 so'mda. Ayoli 4dan 1 aladi. Bo'lganda 12 ga ayrilgan pul molninki 3 hisse ayoliga tegadi. Anası oyatdagi bo'yicha, hozir maqsad anasi tushma 3dan 1 aladi. 3dan 1 olgandan keyin 12 qo'ydan, 12 so'mdan. Baytın irigita ayoliga tavada 3 so'mni biz elib etgandan keyin 9 qoladi ya. 9 aş qilib qolganning ayolininkini chiqarib etib, qilib qolgan 9ning 3dan 1 3 so'm bo'ladi. Endi ayolga 3 ketdi. Anasıga şu ayolidiga taqsim qilib bo'lgandan keyin qilib qolganning 3dan 1 olgan 3 ketdi. Hisobda 3 6 ketdi. 12 ga ayrilgan molning 6 qolib qoldi. Qilib qolganni kim oladi? Dadasi oladi. Maşakil çıktı. Bu er vafat topqandaki misal. Anlanglar. Mahil miras ayırış şekli kimlerning göz qarashi desangiz, biz bayatın degandek iyada tilga olgan Ömer, Osman, İbn Mas'ud, Zeyd bin Sabit, Ali radhiyallohu anhularning, hatto fuqaho 4 imom jumhur ulamolarning nimasi göz qarashi. Yeni bir misal. O'sha o'xshash misolning oltlik misoli. Vafot topqani ayoli. Qilib qolgan bir eri va onasi va dadasi var. Ayolining mol mulkini 6%, yani 6 ga ayirib turib bilimiz. Bu dedim ki miras ayirishninki qoidasida. 6ninki 20ni eri oladi. Yani 2dan 1ni 3'i eriga ketdi. Qilib qolgani qancha bo'ldi? 3. 3ning 3dan 1 oyatda sulusi deymizmi? 3dan 1 1 va dadasi eshib qolgan 2 ni oladi. Endi bu yerda nimaga tayinadi desanglar, endi ustiga qaranglar. Ustiga qaranglar. Murad oyatdagi maqsad, 3dan 1 degandan maqsad navbat kelganlardan taqsim qilinib eshib qolganning 3dan 1si. Agar shu ulab qolgan kishi, mayli er olsun, ayol olsun, eri yoki ayoli va onasi uslab qolsa, avval eri yoki ayoliga ayrilib bo'lgandan keyin onasiga eshib qolgan 3dan 1ni beramiz. Nimishqa desa, chunki ana, dada, er, ayol hisoblanib bir nuqtadan miras oladi. Erga ayolning, ikki ayolning hassining o'xshi beriladi deb ikkala misolga qarasanglar, onasi 3, dadasi 6 ni oladi. İkinci misalda anası 1, dadası 2 ni oladi. Ya'ni teng hassinadi. Bu bir ko'z qarash savoqdoshlar. Agar masalatoshlar oldin deb qo'ydim, men misolni tushunmasam cho'ng masala yo'qchimi? Bu aloqa mirosning qanday murakkab masalalari. Ammo bu yerda demak cho'g'inim shuki, ulamolar mushu fali ummi sulus degan oyatdan chiqarilgan miros hukmi haqida ixtilof qilgan. Bu ixtilofning bir misoli hozir o'qib o'tdik. Yana birisini hozir ko'ramiz endi. Ikkinchi ko'z qarashlar. Ibn Abbas ve Ali Muaz bin Cebeller'den rivayet kılınan göz qaraşlarda şu göz qaraşqa bağlı ki Melike Murat bütün malını üçten birisi. Bayattan qıla ülüp ketkichinin ayağını yoki eriga taqsim qilib bo'lgandan kimki malını üçten biri desa, hozirgi Ibn Abbas bilan Ali Muaz bin Cebel radhiyallohu anhu qatorliqlar yo'q,
Bütün malning 3'ten 1 degan. Ana o'zi bütün malning 3'ten 1 bo'lib qolsa qanday ayriladi? Bayatdagi misolning aynısını ko'rib boqaylik. Masalan, vafot topgan odam ayakshib qolgan vaqtda buning ayoli qolib qoladi, onasi qolib qoladi, dadasi qolib qoladi. Bunda vaqtda ayoliga bayatni degandek 4'den 1 keladi. Bu 3'ni oldi. Anısqa bütün malning eşib qolganidan emas, bütün malningki neticesi 3'ten 1 keladi, 4 tegadi. Unda 4 3 7. 5'e qaldımı? Dadası neçini aladı? 5'ni aladı. Eğer vafot topgan kishi ayol chiqib qolsa, buning eri qoladi, onasi, dadasi qoladi. Avval erga ayiramiz 20ni, 6ning 23. Onasi bütün malningki neçini aladı? 3'ten 1'ni aladı. 6ning 3'ten 1'si 2, eşib qolgani 1 oldu, dadasi neçini aldı? 1'ni aldı. Mesela bu o'xshash savoqdaşlar. Sahabalarning üzümü şu ayetteki feli ummihi sulus hakkında qana qilgan o'xshamagan ko'z qarashda bo'lgan. Demak, bu Qur'ondagi ahkomlarning xarakteri bu. Biz fuqaholarni voy uning ixtilof qildi, buning ixtilof og'rinishga haqqimiz yo'q. Chunki ahkom bu. Ahkom degan ashta bir keng bo'lishi kerak. Talasha oladigan, bundaqki o'xshamagan ko'z qarashlar chiqa oladigan, ya'ni kengaytiradigan bo'lishi kerak doirani. Shunga Abdur rahimahulloh gapning oxirida deydi, mana bu fiqhi o'xshamaslik şu sahabalarning davridan keyingi fuqaholarning o'xshamaydigan ko'z qarashining urug'chisi bo'lganligini kimkilar bunda o'xshamagan ko'z qarashni dal sahabalardan olgan. Chunki biz mayli Imom Azam deydi, mayli Imom Shofiy rahimahulloh deydi, mayli Imom Malik, Imom Ahmad, hammasi hisobda sahabalarning shogirdlarining shogirdlari. Ko'pincha tabi'in chiqadi. Tabi'inlarning shogirdlari bag'lab apasa hammasi bir yerlarga tutishadi. Hammasi. Mesela İmam Malik desa, şu Medinede yaşayan kişi, Medine'de yaşap ötken Ali radıyallahu anhu, Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu'la bağlıdır. İmam Azam desa İbn Mesud bağlıdır mesela. Oxşan. Ondan keyin her fıkhi mezhebning egeş küçülere Kur'an Kerim'deki ahkam ayetleriga qana qildi badi. Nimiş qilib badi? Şu ayetlerini mustaqil eser qilib yazib, şu ayetlerini ahkam chiqarishdagi qoidalarga asosan tafsir qilg'ili badi. Shunun bilan ahkam oyatlarininki xos tafsiri o'rtaga chiqdi. Siz o tafsirlardan fiqh kitoblarining o'rtasida cho'ng farqni asosan topolmaysiz. La takat degan asosan topolmaysiz. Yani demek çoğunluğu şu. Ahkam tafsir degandan keyin tafsir degandan bakroq fiqh kitob degan bakroq tuzuk endi. Ash to'g'riroq endi. Masalan, ko'rib o'taylik. Fiqh mazhablarningki turlik bo'lishiga asosan ahkam oyat tafsirlari turlik turga bo'linadi. Shuning qatoridan yozilgan asarlar birisi Hanafi mazhabdagi ahkam tafsirlaridan Ahkamul Qur'on, tafsir Ahkamul Qur'on Abi Bakr Razi ninki bu ko'pincha vaqtda Jassas deb ma'ruf, ya'ni Tafsirul Ahkam lil Jassas deb izlanadi. Shu mujallad internetda izlangan bo'ldi. Hozirda topilgan bo'ldi. Tafsir Ayatul Ahkamul Qur'on lil Jassas deb izlangan bo'ldi. Bu bir. İkincisi Tafsiratul Ahmadiyya fi bayanil ayat-ı şer'iyye mollacılığındaki bu bir mücellet. Maşkisi Hanefi mezhebki vekillik kılıdı savaştaşlar. Maliki mezhebki vekillik kılıdığan tefsirlerden, yani ahkam tefsirlerden, tefsir Ahkamul Kur'an İbni Abi Bekr ibn Arabi, 4 mücellet. Ma İbn Arabi dese, Ertuğrul'da çıkıdığan İbn Arabi okşayı da oylap kalmanlar. İslam dünyasında İbn Arabi 2. Birisi İbnul Arabi, El-Arabi'de elif lamba. Bu fakih, alim, katta alim, Maliki mezhebinin ulemasının birisi. Ma Ertuğrul'da çıkıvatkan İbn Arabi degeni ma elif lam yok, elif lamsız. O İslam dünyasındaki dağınlık tasavvuflarınki. Biri ikisini qanak koymanlar, arlaştırıp koymanlar. İbn Arabi bilen İbnul Arabi'ni qanak koymanlar, arlaştırmanlar. Ondan keyin El-Jami' li Ahkamul Qur'on Abdullah el-Qurtubi'ninki 10 mücelletlik Maliki mezhebdagi kitaplarmi dağınlık kitaplar. Ondan keyin Şafii mezhebga qarasak Ahkamul Qur'on bunun ismi o'xshash. Abu Bakr al-Bayhaqi'ninki Ahkamul Qur'on İlkiya Hirasi'ninki 2 mücellet.
الإكليل في استنباط تنزيل السيوطي نينكي القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز أحمد يوسف الحلبي نينكي ما هو أمس شافي مذهبتك أحكام القرآن كتابları Hanbali mezhepki kelsek pek köp yok, lekin kitaplarının içinden alınırdı. Mesela Zadul Musayyer ya Zadul Mesir fi ilmi tefsir İbn Cevzi'ninki 9 tom. Gerçi bu fakat fıkhi tefsir kılan qarashli qo'ygan tefsirning qatori bo'lmasimi, lekin bu Hanbali mazhabiga mas holatda tefsir oyatlarini, ahkam oyatlarini tefsir qilishda shunga mas hisoblanadi, yuad hisoblanadi. Endi biz balkim bugungi kundagi himmatimizda savoqdoshlar yuqoridagi 4 mazhab bo'yicha yozilgan ahkam tefsirlerini o'qib bilmasligimiz mumkin, lekin sizlarga tavsiya qilganim yaqinqi zamonlarda yozilgan muqarin tefsir ahkamları var. Mesela tönde oturum bəydi, yeni devrede, yeni əsrdə nurgun ulamalar ahkam ayetlerinin tefsir hakkında kitaplarını yazdı. Bunun birisi Neylül Muram fi tefsir ayetul ahkam Muhammed Siddiq Hasan'ınki, Ravavul Bayan tefsir ayetul ahkam Muhammed Ali Saburi'ninki. Bunu tavsiye kılmaz arkadaşlar. Bu kitabı ben tavsiye kılmaz sizlerge. Nayri güzel, yaxşı yazılgan kitap. Hatta Uygurçığımı tercüme kılınıp çıktı maktapçı. 2 tomluq qilib tercüme qilib chiqdi. Arabcha ko'rsanlar bo'ldi. Maktabninki ahkam oyatlarini taxminan 900 oyat atrofida tafsir qiladi. Undan boshqa Lataiful Qur'onda bir bo'lik va bu kitobninki nihoyat go'zal mazmunlar chiqadi. Anikin uchinchisi tafsir oyatul ahkam bu Muhammed Ali Sayisninki. Mana agar topib ko'ralsanglar bayatdan bekaq tavsiya qilaman. Birisi Muhammed Ali Sabuni'ninki, birisi Muhammed Ali Sayis'ninki. Dördüncüsü tefsir ayet-i ahkam okşaş ismi Mennal Qattan'ninki. Ma 4 tane kitap anda palanı pukunu mezhepke vekiller qilmaydi. Yani hemmesi muqarin şekilde. Gerçekten yazgıçılarının arka görünüşüne qarab turib, ma'lum bir tarafının ta'siriga uchraydi. Ama kitabninki normal xarakteri manhijiyatida muqarinni asas qilgan bo'lg'achqa nisbatan qana chiqadi, insofliq chiqadi. Ya'ni o'zaro dalillarga qarab turib hukm oladigan bir shaklda chiqadi. Yuqorida so'zlaganimiz savoqdoshlar manhaj tafsirininki ikkinchi qismi manhaj at-tafsir al-fiqhi. Ahvol shu. Endi uchinchisi tafsir manhajlarininki uchinchisi manhaj tafsir al-ilmi. Nima bu manhaj tafsir al-ilmi degan? Yani ilim-fanga oid tafsir manhaj deb tushunsanlar bo'ladi. Ilim-fanga oid derken yani Kur'an mayli oshkora shaklda, yepiq shaklda nurg'un nazariyani o'tirib qo'ygan o'z vaqtida. Ba'zi ularga ishorat qiliqli Kur'an, ba'zi mesajlarni biriklik bizga, ba'zi alomatlarni bunda qo'yib qo'yaqliq. Kim ilim-fan taraqqiy qilib İnsanlar izlenip, tədqiq qilib, bəzi noktalar aydınlaşıqlıq mümkün kelgan vaqtda. Sizlarning tushunishing uchun ilim-fan dedim ya. Ilim-fan içib bəzi narsalarni uni bayqidi, buni bayqidi. Qur'on 1400 yil ilgari degan bir gap 1400 yildan keyingi bugungi kunda ilim-fanning tadqiqot taraqqiy qilish natijasida ba'zi natijalar o'rtaga chiqadi. Shuning bilan ba'zi mufassirlar mush nuqtaga alohida ko'ngil berib Kur'an'daki məxsus, müşkildeki ayetlerini ayrım toplab tefsir kılıyordu. Kur'an 1400 yıl ilgili bunu degen, bugün ilim-fəndinki ispatla çıkış neticesi de doğruluk ispatlandı. Bu şekilde ispatlap çıkıyordu. Başka ayetlerini koyup koyuyordu. Məxsus, başta ayetlerle köngül veriyordu. Bunda tefsirinin ismi tefsir ilmi deyimiz. Bu tefsirine nispeten karşı kişiler var. Bunda tefsir kılsa bombaydı der. Ya maçta tefsir kılımız keskin de bununla dum düşkenlerim var. Biz hem de dum düşendik, karıştırandık. Sel durup mezmun ahırlaşka vakitte hüküm çıkarsak bunu bir sağ arkadaşlar. Abdur devat edu. İnsaniyet ezip bayavan dünyası da tenir qavatkan vakitte. Bayavan ve azgınlık alimde tenir qavatkan vakitte Allah subhanahu wa ta'ala bulağa Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evetti.
Bularga kitabı Kur'an-ı Kerimni düşürdü, kana düşürdü, kişilerge hidayet kılıp düşürdü ve hidayetten beyinat kılıp, Furqandan beyinat kılıp düşürdü. Şunun bilen bularni Kur'an bilen zulümattan nurga ve dalaldan, azgınlıktan hidayetke çıkardı. Endi Kur'an-ı Kerim'nin bir alayetlik var, demisem bilisler lekin dep koyay. Hiç kimni bir işe mecbur olmaydı. Belki hemmini kanaat kıldırdı, paki delil arkalı. Bu şimdi demek cevaptır. Kur'an-ı Kerim hüccet, pakit bilen kanaat kıldırış yolunda kanaat kılgan mangal. Mesela şunda o açıqa fe. Nurgun delillerini keltirgen, tefekkür kılışka buyruğan, tefekkür kılış oylanışka kızıqtırgan, teammül kılışka çaqagan, bu kainat mevcudiyetinin görünüşlerinin nurgullarını ortaya koygan. Mesela aslan zeminin yaratılışı hakkında bizim dikkatimizni şu yerga çekken zeminin ve insan, cin, malaikelerninki yaratılışı hakkında bulutlarını haydatmanış, bulutların toplanışı, yağmur düşüş, quyosh ve ayninki aylanish, bu haqda bizni qana qilgan, qiziqtirgan shuningga ve tahaddasa ma'an chiqdi bir savojma. Ve Kur'an-ı Kerim kavakib yulduzlar, nujum yulduzlar o'xshash, yulduzlar haqida shuhub degan yulduz, quyruqliq yulduz, turg'un yulduz deb yulduzlarning turlari xil ya, 3 xil yulduz, hammasi yulduz. Ve asmanga chiqish haqidagi gap so'zi bor Qur'onda. Asmanga chiqsa unda bo'ldi, bunda bo'ldi degandek. İnsanning yaratilishi haqida so'zlagan Qur'on. Törelmeninki basqichlari haqida so'zlagan, o'simlik haqida, dengiz haqida, tog' haqida ve tuproqning ostidagi narsalar haqida buni so'zlagan turli ma'lumotlarni o'tirg'a qo'ygan, turli bilimlarni o'tirg'a qo'ygan. Qur'on boshqa qilgan endi. Qur'onda bor bu. Her devirde 1400 yıl ilgili şu vakitteki insanlar üzünün kallısı bu düşüp onu. Zamanın ötüşüge ergeşip terakki kılgansa insanlar yani üzünün kallısı düşlük düşünüyordu. Bugün mi insanlar yani üzünün kallısı düşlük düşendi? 100 yıldayken bu cahan terakki kılıp hazır kıdın. Biz köysek işinenmögüdek derecege bakan küllerde mi? Yani şu insanlar şu üzünün kallısı düşlük düşünüyordu Kur'an'la. Hem de ilim pen taraqqiy qilish bilan, ilmiy ilgirlash bilan va yangi ilmiy bayqilishlar bilan ilim Qur'onda kelgan narsalardan hech narsani buzib boqmadi. Fan texnika hozirga qadar bir narsani o'rtaga qo'yib, bu Qur'on buni xato so'zlab ekan, ilm fan texnika buni hozir bayqida anda emaskan deb boqmadi. Va Qur'on o'rtaga qo'ygan meselelerden birer cüz'i meselegi mu karşı kep bakmadı. Lemusadım tokunuşup bakmadı. Mana bu, mimma degende şu mana bu da tercüme kılırsa savuktaşlar. Mana bu, Kur'an-ı Kerim'ne şundak bir orunga iki kıldı ki bevve eriyen hazırlık deyince. Kur'an-ı Kerim'ne şundak bir orunga hazırlık ki Kur'an-ı Kerim'e şundak bir orunla hazırladı ki o orunda, o mertebede Kur'an'a ne Kur'an'dan aldı ne kendin hiç kitap ortaklaşıp bakmagan degeni tarixta Tevrat mı Allah tarafından düşken, İncil Allah tarafından düşken, Zebur mu Allah tarafından düşken. Lekin özgertilip etiş, unutulup keliş, düşüp keliş arkalık bugün günde normal insanın aklığı sığmaydıgan nurgun gap var bunda. Kichik balani qashqasin ko'tarava deydigan nurgun gap bor. Pen texnika ret qildiga yalilja. Ammo Qur'on dal mush masalaning hammasidan sog' salomat bugunga keldi. Qur'on u darajaga yetdi. Shuning uchun bugungi dunyoda o musulmonlarni o'ldirish, qirish, musulmon dunyolarını vayron qilish uchun o kadar kuch, o kadar pul, o kadar energiya sarf qilishni o'rniga asl isbotlay olsa, Qur'onda yozilgan kitob, Qur'onda kelgan ma gap xato chiqdi. Al gap xato chiqdi. Yarasharning yumaloqligini bayqadi bu insonlar, Marsga chiqdik dedi, Oyga chiqdik dedi. Qur'ondagi nuqtalardan bir narsani Qur'on manda debdi, xato chiqib qoldi emasmi deb o'rtaga qo'yolmadi. Ana puchash ketmaydi aslında qila olsa. Unchular urush qilish ketmaydi, pul sarf qilish ketmaydi, qadam jiniq zam bo'lish ketmaydi. Qur'onning yolg'onligini o'rtaga chiqib bersa, darhallam tugaydi. Hatto Qur'onning yolg'onlik ras o'rtaga chiqsa, hammadan yana do'lundan tabiiy.
Amma mümkün emas. Qur'on yolg'on emas. Alloh tarafidan tushgan bo'lsa chiqaranmaydi uni. Fama min kitabin har qanday bir kitob bo'lib, Qur'on duch kelganga o'xshash ishlar duch kelsa, mabeshdagi ma'udan illani musbatga aylantiramiz. Zaman o kitobninki xatolashgan yerini bayqab turadi va mustahkam bo'lgan ilmiy haqiqatlar o kitobning nazariyalarini batil qiladi. Nimadan boshqa? Qur'ondan boshqa. Hashal Qur'on. Faqat Qur'on bunda bo'pmidi hozirga qadar. Dal mushu nuqta. Hada huwa. Dal mushu nuqta dal Qur'on Kerimdagi ilmiy mo'jiza deb ataladigan nuqta shu. Endi Qur'onda aqlanasi bor. Mustabir holat bor. Mustabir uqum bor Qur'onda. Ba'zi mufassirlar mushu turdagi oyatlarda qarang, ba'zi mufassirlar mushu turdagi oyatlarda kengaydigan gap biroz kuchli va bu oyatlarga o'zlarining ko'ngil bilishlarini berdi. Ehtimomli ko'ngil bilish, inoyatli ko'ngil bilish chiqishni bir tarjima qildim. Ularning tafsirida falak haqida asman boshliqning astronomiya demakchi va o asman boshliqining nizomlari haqida har xil turg'un va aylanib turadigan yulduzlar haqida va ularning menishi, aylanishi haqida, insonning yaratilish sirlari haqida va insonning yaratilishining bosqichlari haqida, suv, dengiz, o'stan, bulut, yomg'ir, o'simlik va boshqa dal-daraxtlar va hayvonlar, chorvalar, mushular haqida so'zlanadigan gapni alohida o'rtaga chiqardiki, maxsus musha haqida tafsir o'rtaga chiqadi. Va mushuning hammasida Qur'on oyatlaridan va uning ma'nolarini yakunlashdan, oshkora yushurun ifodalaridan mangda bo'ladi. Mushuni nuqta qilib mangdi. Uni ma'o biz so'zlamoqchi bo'lgan 3-chi tafsir manhajlaridan 3-chi manhaj tafsir ilmiy. Ya'ni ilmiy, ilm-fan tafsiri degan gap. Ya'ni ilm-fanga munosabatli tafsir degan gap. Ammo bayat deganimdek bu xil tafsirga dum tushganlar, butunlay xato deydiganlar va mutadil o'rtada turib, biroz insof bilan gap qilganlar bor. Men avval kitobning ichiga kirishning oldida qandoq mufassirlar buni butunlay rad qiladi. Qandoq mufassirlar buningga dum tushdi desa, bunda bir ahvol bor savdoshlar. Dum tushganligini nima demoqchi qilaman? Dum tushdi deb bunda iborat ishlatiladi desam, bir qism mufassirlar u darajaga bordiki, zot Qur'onning har bir oyati mashta bir ilmiy nazariya bilan isbotlanmasa, xuddi uning kuchini yo'qotadiganlik bir xil hissiyat kelib qolgan ahvol bor-ku. Har bir oyatga ilm-fandan dalil izlaydi. Ilm-fandan dalil chiqsa, u ko'ngli to'liq, unda ko'ngli ko'tarangi, ko'ngli to'q, xuddi mushoyat jin oyatday. Agar u oyatga ilm-fandan dalil chiqmasa, ko'ngli yara. Oyat ojiz bo'lib qolgandek, tuyg'uga kelib qolgudek darajada bir bilik bor. Va bir bilik tafsirlar bor. Shuni bularni dum tushib deymiz. Yana bir biliklari dal musha ahvolni ko'rsatib keskin yo'q. Qur'on ilm-fan texnik kitob emas. Tamam, ilm-fan texnika nimalarni bayqasin, nima nazariyani o'tirib qo'ysin, Qur'on o'zini kasmi kamisin, biz ularning nazarini saqit qilamiz. U tafsir qatorida kelsolmaydi. Qur'on qadimqidek tafsir qilinishi kerak. Bular aytiladi. Ammo bir bilib nima dedi desam, yo'q. Biz dum tushganlardekmi? Anda har oyatning dalilini ilm-fanga berib izlamaymiz. Xuddi Qur'on far'i qo'shimcha, ilm-fan asos. Ilm-fan uni qo'llamasa, kuchlantirmasa, Qur'on bo'lmaydigandek biz bundan emas. Va uni butunlay rad qilganimiz uchun emas. Balki Qur'onni tafsir qilish qoidasi, prinsiplari bo'yicha tafsir qilamiz. Ilm-fanda bayqilib, Qur'onning o'tirib qo'ygan prinsiplarining to'g'riligiga isbotlangan yerni misol sifatida, anda asosiy prinsip, asos tafsir sifatida emas, misol sifatida akilamiz va qistirimiz o'tib ketamiz. Lekin asosiy tafsir emas deb o'tirib yo'l tutqanligi bor. Buni hozir tushundirganim oddiy shaklda tushundirish, qolganini kitobdan o'qiysiz. Endi ulamolar mushahil tafsirning hukmi haqida qo'llovchi, qarshi va yana bir mutadil guruh bo'lib 3 guruhga bo'lindi.
Ulardan her birininki pakitlari ve delilleri var. Körep öteylikini. Hem de kolluğuçlarının deliliga qarab bakaylı. Kur'an'ı ilmi tefsir kılışını kolluğuçlar bir qancha deliller bilan delil keltirgan bulup şu delillerinin qatoridan birisi Allah subhanahu ve taala özünün kitabını ilimge, kudretge, hikmetge, asmanның, ziminning ahvollari bilan, kecha kunduzning alınışıp kelishi bilan, yoruqliq, qarong'uliqning ahvolining qandaqligi, quyosh, oy, yulduzlarning ahvollari bilanga qaranglar. Bilen delil keltirishdan toshqizib berdi. Qur'onda bu xil delilni nayt ko'p. Allah bu ishlarni surlarning nurg'ullarida qana qildi, so'zladi va takrorladi. Aqidin marra ba'da ukhra aqidin buni takrorladi. Agar bu haqda izdinish va uning ahvollari haqida o'ylanish to'g'ri bo'lmaydigan ish bo'lib qolsa, Allah o'zining kitobini bu xil ahvollardan toshqazmaydi. Bu birinchi dalil. İkinci delil savoqdoshlar, Allah subhanahu wa ta'ala dedi: "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj." Ular üstündeki asman qarab bakmamdı. Qandaq qurudu, qandaq zinatlik, hech qandaq bir yeriq yuchquri yo'q. Qarama asman qarab turadi bizni. Allah subhanahu wa ta'ala asmanni qandaq qurib chiqqanligi haqida ta'ammul qilishga qiziqtiryapti. Hey, ta'ammul qilish deganning ma'nosi cho'qim qandaq qurganligi haqida ta'ammul qilganda an ma'nosi bo'ladi. Uning har birini qandaq yaratganligi haqida ta'ammul qilganda ma'nosi bo'ladi. Demak, ta'ammul degan gap shu nuqtalarni izdinish, bahs qilish degan gap deydi ikinci delilde. Üçüncüsü de tefsir ilmida Kur'an'ın mucizliğinin yeni yollarını tepiş bağ deydi o üçüncü delili. Dördüncüsü bu tefsir insanın kalbini Allah'ın büyüklüğüne, kudretine, imanla dolguzudur. Çünkü bu vaktada insan Allah'ın kelamını tefsir kılışta nerselerinin hususiyeti üstü toxtuludu. Mahlukatlarının inçki noktaları üstü toxtuludu. Nimege asasen dese kainat ilim fenleri bizge tesirlep vergen malumatlar asasen. Kur'an hakikatlerinin ki mustahkem, samini diyeceğim mustahkem mezmut deyin. Mezmut, onun kademlerinin aslında ilmi nezriyelerinin paçaklap ketkenlikini kögen vaxtıda ve hakiki ilmi hakikatlerle tinişlik olan kuşaklaşkanlığını kögen vaxtıda Kur'an nezriyelerle sağlam ilmi hakikatlerinin kuşaklaşkanlığını kögen vaxtıda insan nime tutuşudu, imanı tutuşudu deydi. Kötü deliydi bu. Mava kolluğuçlarının delili savaqdaşlar. Gepnay to'g'ri, ha? Endi ilmiy tefsirini rad qiluvchilar, qarshi chiquvchilar deydi. Qur'onning mo'jizligi muqim. Bu mo'jizlikni bayon qilishda bundaq sun'iy yo'lda menishdan behojat. Anna zo'lab nima ketdi? Bu sun'iy yo'l Qur'onning mo'jizligini ketkizib qo'yishimi mumkin. Qat degan ehtimol mumkin edi. Sen bak ilmga tayinaman desang, ba'zi vaqtda ayrilib qolishing mumkin buningdan deydi. Buning gapi va sal turibchi. Sal turib anglaymiz. Hozir davasam qiziq qolmay qolmasin. Ikkinchi dalili Qur'onningki koinotga, ilm fan haqida izlanish bo'lgan chaqiriqi amaliyotda umumiy bir chaqiriq. Yani bu vezniyet orunları tefekkür. Qandaqdır onun inçkilerini bir yerga kelib bayon qilib biring, yoki uning ilm fanlarini yechib an tafsirga qo'shib biring deganga bo'lgan chaqiriq emas o'laydi. Mavla. Üçüncüsü ilmiy tafsir. Bu ilmiy tafsirga kirgan xoda degan gap, cho'kkan degan gap. Tikki cho'kib kirgan ko'pincha kishilarning qishida teyilib ketishga olib boradi. Aslan turdu demne hatalaştı oğlayın. Neymiş ka? Çünkü maslaştırış hizmeti. Nemini maslaştırış? Kur'an'ın mezmunuyla ilim-fen ortaya koygan nezriyenin oturunu maslaştırış demekçi. Maslaştırış hizmeti köp mahallada iki orunun oturusunu cuglaş için orunuş dep perez edildi. Ve bu ikisi
birisi-birisiga qarshilab o'ylanib qoladi ba'zi vaqtda, qarshilik yo'q. Yoki ikki ish bir yerga keladi deb o'ylanib qoladi, holbuki bu yerda bir yerga kelish yo'q. Bunda deganlik utuq bu tafsir ilmidagi davomli utuq maslashtirish xizmatlaridan har xizmatga hamroh bo'lmaydi. Degani sen har doim tafsirni ilm bilan tafsir qilaman desang, har doim to'g'ri qilib olmaysan. Ba'zida akilib yo'q gaplarni akib tafsir qilib qo'ysa, ba'zida bor gapni ayirib qolsa, bunda bir ahvol bo'lish ehtimoli bor demakchi. To'rtinchi kelgan dalilda Qur'onni bu xil shakldagi tafsir bilan tafsir qilish, Qur'onni bu xil shakldagi tafsir bilan tafsir qilish mufassirni Qur'oni Karimning nas alfozlari ehtimol qiladigan hududdan eshib ketishiga majbur qildi. Chunki ba'zi muddatchi amaliy ko'rgan ahvollarimiz bor. Bizning qarindoshlarimiz ichida mashta tafsirga oshiq bo'lgan bir qarindoshlarimiz bo'ldi. Alloh rahmat qilsin, dunyodan ketib qoldi. Jiq mushaqqiga xizmatini qilgan bir mo'jiza ilm-fan texnik, ilm-fan bayqagan ba'zi nazariyalarga birlashtirib Qur'onning mo'jizaligini isbotlayman deb Qur'onning ma'nisi bo'lmaydigan yerga tatib akib qo'ydigan bir ahvol bo'lyapti. Mashta bir ahvol bo'lib qoladi. Mufassir ashta qilaman deb hududdan eshib ketishga majbur qiladi. Chunki u xilma-xil sohadagi ilm-fanni izqo'lab menishning zarurligini his qiladi. Halbuki ilm-fan o'tirib qo'ygan haqiqatlarning ko'pinchisi vaqtliq, o'zgarishchan bo'lib, hammasi bir vaqt oshkor bo'lmaydi. Men gaplarni to'g'ri gapchi. Chunki ilm-fan bugun payshanba kuni esa biroqlarning o'rtaga chiqmaydi. Bir narsa bayqiladi, 10 yildan keyin yana bir narsa bayqilib, ma'no xato ekanligi chiqadi. Masalan, yer sharini burun tuzdigan bu odamlar keyin o'rtaga chiqib yumaloq dedi. Ha dedik. Endi yana bir bilik Amerikada taxabiy necha kun bo'ldi, necha oy oldi. Yo'q, yer shari degan tuzdi deb bir cho'ng yig'indan birisi o'tkazildi. Mana o'xshash masala. O'zgarib turdi masalalar. Balki bu ilm-fan har kunisi yawman ba'da yawmanga bayqilib turdi. Shu vaqtida Qur'on bilan ilm-fanning o'tirini moslashtirishni izlashga oldirash yo'lsiz aldirash bo'ldi. Qani desanglar, bu yil bir nazariya o'tirib qo'yildi. Acayip hoşup ketdik, men bir oyat uduldu deganda. Şapqidagi tong do'qini, changlan bog'lab etdik. Zodi mush oyatni tafsirsi mush o'ldi. Kelaysa pokda u gap o'zgarib ketib, u gap yolg'on chiqib qolsa, Qur'onni bil yolg'on chiqish majbur qolamda o yerda. Manda masala bor demakchi qarindoshlar. Manda masala bor demakchi. Amerikaning filmlarida tashqi planet odamlarini chiqarib boqcha, Qur'ondan dalilini terib, Qur'onni tashqi planet odamlar bor deb o'rtaga chiqadigan ish taz loyiq emaschu. Mesela men fis-samawati va fil ardi osmonda odam bor dedi. Cho'qim, ya ba'zi ishlarda hat hududdan qanaq ketmaslik kerak, eshib ketmaslik kerak. 5-chi dalil ilm-fandan bayqiladigan mazmunlar faqat bir nazariya va faraz. Bu dastlabki mana bir nuqta oldi bilan davlay. Muqimlashib bo'lgan ilmiy haqiqatlar bilan bayqilayotgan ilmiy nazariyani o'tirib qarab qo'yishmi? İlmi haqiqat degan boshqa, ilmi nazariya degan boshqa. Ilmiy haqiqat o'rtaga chiqib, isbotlanib, to'rt puti yerga tegib, bik bo'lgan ilmiy nazariya, ilmiy haqiqat bo'ladi. Lekin o'rtaga qo'yildi o'limalar tarafdan, olimlar tarafdan, izlanish, tadqiqot bosqichida buni biz ilmiy haqiqat demaymiz, nazariya deymiz. Hozir gapni qilayotganlar shuni gapini qilyotdi. Shunda u faqat bir nazariya. Bu faraz. Onun barlıq qiymatini nima desa faqat kainat ko'rinishlaridan, jonliqlar yoki ruhiy yoki ijtimoiy ko'rinishlaridan ma'lum cho'ngroq bir miqdorini tushuntirishga yaraydi. Qachongacha ko'rinishlardan cho'ngroq miqdorini tushuntiradigan yana bir faraz o'rtaga chiqib bo'lguncha. Yoki shu ko'rinishlarni taxmin inchga tushuntiradigan yana bir faraz o'rtaga chiqib qoldi. Bunda gapchu, degan bir faraz o'rtaga chiqdi. Ha, asli ahvol shunday ekanda dedik. Deb, masalan, quyoshlar yer sharining orliqi mancha ming kilometr. Quyoshning nuri yer shariga mancha vaqt yetib keladi desa, qo'y rost kelamasida buni xotirlab, endi uning oyatlardan tepib, dalillardan tepib, biz bir mo'jiza chiqildi qarab o'tasak,
kelaylisi yoki bir 2 yildan keyin voy asli anda emaskan ardıq saliqim bo'lib qopti ekan yo'q emasmi yoki ma yo'roqliq yetib keldigan vaqt tizroq keldik emasmi deydigan gap chiqib qoladi. Shu ilmiy nazma haqiqatni davatmayman. İlmiy nazriya yana bir ilmiy nazriya chiqib qo'yguncha ishlaydi. Ama ilmiy haqiqat boshqa. Ma'ni kalonlilik olsun. İlmiy haqiqat degan to'tqiqga yetib bo'lgan ish. Ama nazriya degan üzlüksüz qanaqayotgan, tadqiq qilinayotgan nuqtalar. Şoңlashqa va men semma degan gap şoңlashqa bu ilmiy nazriyalar doimo o'zgartish va almashtirishni qabul qiladi. Kamlash va qo'shishni qabul qiladi. Balki tahi astun ustun bo'lishni ham qabul qiladi. Tanqalib degan gap o'rilish degan gap, ra'san ala aqid degan kallasi astiga degan gap edi. Astın üstün bo'lib ketishni qabul qiladi. Hatto ashdan bo'lib ketadi, oq qora bo'lib ketadigan gap tahi. Nima o'ylayman desa, yana bayqash uskunasi o'rtaga chiqish yoki qadimgi mulohizlar to'piga yana bir izohat o'rtaga chiqishi lam. Şoңlashqa va men sen şoңlashqa biz Qur'onningki nihoiy haqiqatlarini anunga o'xshash nazriyalarga bog'lash to'g'ri emas. Nimishqa biz ash nazriya o'lgan vaqtida qisilib qilib qolmasligimiz uchun. Shuna bog'latgandan keyin ham voy rostga 1 yil qattiq yurimiz endi sakratchi. A nazriya popga yiqilibligida yana bir sistemi burun Amerikada o'tirib qo'ygan nazriyani menda Angliyadan bir chiqdi lekin olimlardan bir chiqdi lekin manda deb yana nazriyadan o'tirib qo'ysa, burun biz ko'tarib kelgan nazriya yaga tushirgan gap. Uni biz rasmiy Qur'onning oyatlariga bog'lab qolgan vaqtimizda biz shu vaqtda rasmiy harakat qilamiz. Shunga bu masala Qur'onga yaqin kelmasligi kerak deydi ikkinchi ko'z qarashdikilar. Buni bu anda gaplardan urug'liq taraflari va hammani to'g'ri demaymiz lekin. Anas avtor bizga ar-ra'y bu fikrlashniki to'g'ri fikr, kuchli fikr degan shaklda o'tirib qo'ydi. Ammo faqat avtorning fikri bu. Ar-ra'y kuchli fikr buningda u olsunmi? Ma keltirgan ifodaga diqqat qilamiz savatdoshlar. Muqimlashgan sabitaga qaranglar. Ilmiy haqiqatlar, mabayatni nazriya dedim, haqiqat dedim. Ilmiy nazriya bilan ilmiy haqiqat chiqsa o'xshamaydi-mi? Shu muqimlashgan ilmiy haqiqatlar deb qilib keyinga shak qabul qilmaydigan deydi. Demak, 4 yerga tegib bo'lgan ilmiy haqiqatlar bo'lib qolsa, bularni Qur'on naslarini tafsir qilgan vaqtda akasak bo'ladi. Lekin shart nima desa, chuqum nasning ma'nosini bilish bilan avval chuqum Qur'onni tushunishing kerak sen. Va u nasning ma'nosini sog'lom aralashmalardan, sirtqi ta'sir qiluvchi omillardan yoki mayllab ketishdan, teyilib ketishdan ash ilmiy haqiqatga moslashish uchun mushlarni xali asosda sog'lom tushunish, avval Qur'onni sog'lom bir tushunishing kerak. Mushu tushunib bo'lgandan keyin bu ilmiy haqiqat buni udulasa, tamam güzel. O nurun ala nuruludu vaqtda deydi. Va mushuning hammasi tuvandagidek shartlar bilan shart qiladi. Sharti bo'ladiki, birinchi shart aniqlanadi. Ashu tadqiqotlar Qur'ondan birinchi maqsad bo'lgan hidoyatdan eshitgan. Qur'on izildi bo'lsin, tarix kitob emas. Qur'on astronomiya kitob emas. Qur'on yana bir nima kitob emas. Qur'on faqat insonlarni to'g'ri bir ravishda mangdirgan kitob. Qolgan atrofda bo'layotgan taraqqiyot, o'zgarish, tadqiqot va bayqashlarning hammasi insonning ijodiyati. Aşı ijodiyatlarni rətlashishini Qur'on qiladi. Qur'on qanday ijodiyatlarning keydinmanish, tarix bayon qilish, qissa bayon, u emas maqsad. Bu birinchi maqsad. Buni eshitib ketmaslik kerak. Ikkinchisi, ashu ilm-fanlarning hammasi musulmondagi diniy shuurini cho'nqurlashtirish va aqida dushmanlariga qarshi mudofaa qilish uchunlar tilg'alinadi, boshqa emas. Bular kelmasdan biz Qur'onga oldi bilan iymon etgan. Qur'onning 100% kitob ekanligiga uni biz qalbimizdan qana qilamiz tushunib tutamiz. Bu nuqtada qilish kerak avval. Uchinchisi, ashu tadqiqotlar musulmonlarni bir gullanishga, qana oladigan, turtki bo'ladigan yo'l bilan bayon qilinish va musulmonlarni Qur'onning buyukligi, azamatiga diqqatini tortadigan yo'l bilan bayon qilinish
ve Müslümanlarını muşu kainatınınki kuch energiyasi bilan manfaatlanishga harakatlantiradigan yo'ldan tilga ilinish sharti bilan 3-shart bu anda kainatki Allah bu kainatni bizga qanday bergan, bo'ysunib bergan, qanday shaklda manfaatlansin desa islom ummatiga ulug'liqni qaytarib keladigan shaklda manfaatlanishga harakatlantiradigan shaklda tilga ilinsa bo'ladi. Bu 3-shart. 4-shart savatdoshlar. Ma tadqiqotlar mabek muhim nokta. Kur'an nes ondan başkasıga dalalat qilmaydigan tafsir deb tilg'ilinmaslik kerak. Esingda bo'lsin. İlim fen bayqagan masalalarni tafsirga ekilish to'g'ri kelib qolsa, misol uchun ekilamiz. Ammo Qur'onning rasmiy tafsirini ekemaymiz. Balki bunda tadqiqotlar mazmunni kengaytirish uchun tilg'ilinadi. Va ma'lum bir yo'lda shuni dalil qilish uchun tilg'ilinadi. Qanday yo'l desa, u tadqiqotning bakovlab ketishi keyincha Qur'on naslining muqaddasligiga ta'sir yetkazmaydigan yo'l bilan. Ya'ni Qur'onni rasmiy bog'lamaymiz demakchi. Odat ishkadan rasmiy bizning bilni bog'lab maqsa, birisi hangmushib kelsa, yana birisini so'rab ketadi-ya. Oğlu Qur'onni rasmiy bog'lamaymiz, chunki shunda chiqib ketsa, Qur'onni bil tortib ketmisizlar. Faqat misol sifatida. Ashundoq deyishimiz chunki Qur'on naslarini anda o'zgarib turadigan qobilat tag'yir degan gap o'zgarib turadigan degan gap va batil bo'lib ketib turadigan nazariyalar bilan tafsir qilish shu nazariya rad qilish yoki batil bo'lishga duch kelgan har zaman kishilarning zehnida Qur'on haqiqatlari haqida shaklarni qanaq qo'ydi, qo'zg'ab qo'ydi. Matarif bor, shu mashqada. Endi unda olsa mush ilmiy manhaj shaklida tafsir yozilgan tafsirlar bormi desa, bu xil tafsir sohasida yozilgan muhim asarlarning birisi qadim va hadisda nurg'un asarlar bor bu yerda. Mush xil shakldagi tafsirlar chiqargan birisi Tafsir Kabir Faxriddin Razi'ninki. Aralda belki Mısır tutmak kalbı mümkün. Kuşay'da kendi. Hem neresi bak tefsirler tarafından oldu. Hem neresi çıkıyordu. İkincisi El-Cevahir fi Tefsirul Kur'an-ı Kerim'de Tantavi Cevherleri de bizden alakalı Uygurcu'da Tantavi Cevherleri de tefsir tercüme kıldı ya bunu. Şu bayatin sizle yıtılıp kalgan Vapat Ketdi degan Kırım işimiz tercüme kalgan bu tefsirini. Ben dedim ya aşınama aşık deb. Muşkil şekildeki tefsirini atayten tepip tefsir kılıp tercüme kalgan. Bu bak Arapçısı mı bak da Uygurcusu mu çıktı bununki. Üçüncüsü Keşful Esrar-ı Nuraniye El-Kur'aniye Muhammed Ahmed İskenderani'ninki. Dördüncüsü El-Kur'an Yenbu'ul Ulum vel-İrfan El-İfikri'ninki. Beşincisi Tefsir-ül İlmi Lil-Ayatul Kevniye Hanefi Ahmet'ninki. Muşuna okşayan başka parça resmi tefsir şekilde emez. Lakin ilmi mucize, o mucize bu mucize diyen şekilde yazılgan nurgun kitaplar var. Hemisi bu şekildeki tefsirge teve salatlaşlar. Bunda olsa bugün vaqt münasebeti bilen biz bugün menahece tefsirden iki menhecini o'tdik. Birisi tefsir menhec tefsirul fıkhi, yani birisi menhec tefsir el-ilmi oldu. Muşuna olan bugünkü dersimizni to'xtatamiz. Başka sualına olib qalsa, so'rasanglar bo'ladi. Men bir necha minut sizlarni saqlayman bor. Unda darsimiz tushimiz va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.